3 yildan beri gaplashayotgan yigitimni qo'shnisiga turmushga chiqmagan. Voqea sizga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib, menga obuna bo'lishni unutmang. 3 yil kichkina muddat emas. 3 yil ichida inson bir-birini qanaqaligini bilib, juda ham yaqin bo'ladi. Ishonasizmi yo'qmi, ko'rgan odam havas qilardi. Bir-birimizni qarashlarimizdan nima xohlayotganimizni bilardik. Bu vaqtimizga kimni ko'z tegdi bilmadim-u. U bola prosta yovib qoldi. O'zi ham ancha payt stressda yurdim. Men uni ketganiga achinmadim. Nimaga o'zidan o'zi yovib qoldi degan savol meni har kuni qiynardi. Hatto nima xato qildim deb har kuni o'zimga savol berardi. Yozdilar klientim menga. Asabimga tegib, chizdan to'qib chiqasiz deb kommentariy yozishinglar mumkin. 4 minutli zapis qilib o'zlari gapirib tashaverdilar. Aytgancha qizlar shu orada maslaga bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Elita aksessuar yasash darsligi 30 ming so'mlik chegirmaga tushirgandim. 1000 ta o'quvchi yig'ilgandan keyin kursga nabor yopiladi degandim. Bizda 1012 ta o'quvchi yig'ildi. Ko'pchilik iltimos qilgani uchun o'sha kursimga birinchi martgacha nabor ochib qo'ydim. Kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar to'liqroq ma'lumot beraman. Voqea davomini Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Telegram kanalim profilim shapkasida.